Oka geynerdan keyin proteinga o'tib ozib ketyapman. Nima qilsam bo'ladi? Makaronga o'tib ketsa ras semirasan. Javob. Makaronga o'tib ketib jonim bo'ldi. Okajon, begovoy daroshkani uklon nechi qo'yib yurish kerak debdi. Darajangga yarasha yur. Darajangga yarasha. Agar darajang 16 gacha bo'lsa 16 gacha ko'tar. Darajang 2 da osilib qoladigan, po'kkilab qoladigan bo'lsa 2 gacha ko'tar. Darajangga yarasha bo'ladi hammasi, xudo xolasa. Bu hayotda darajangga yarashasini olasan, xudo xohlasa, ishon. Darajangga yarasha shayton kiradi ichingga. Darajangga yarasha mashina minasan. Darajangga yarasha quloq soladigan qiz keladi. Muskulingni darajasiga yarasha ves ko'tarasan. Tarbiyangni darajasiga yarasha ota-onangga xizmat qilasan. Mana shunaqa o'sasan, ukam. Tak, oka ves olish uchun qanaqa sport pitaniya tavsiya berasiz? Tak. Makaron bilan grechkani ye, ukam, bo'ldi yetadi. Aka gelik qachon keladi? Keldi gelik, ukajonim. Qo'yamiz syomkasini. Kel, nasib qilsin senga. Olib bermanmi gelikni? Mana gelik. Mana gelik. Signalchasi ham bor ekan, qara. Eshikchasi ham ochilar ekan. Mana shu gelikka qarab o'tirib havas qilganman mana. Chin dildan havas qilsang bo'ladi. Lekin bunga qarab turib, shu ham mashinami, qo'yingchi. Nima qilasan sen? Nasib qilmasligi mumkin, lekin qarab turib yaxshi ekan, xudo xohlasa, albatta men ham haydayman. Xudo menga nasib qilgan. O'zingga oson. Bilaman, o'zingga oson. Shunchaki ol qo'lim devorgin. Sababini qilaman, hamma sababini. Shu sababini qilishga kuch-quvvat so'rayman o'zingdan. Shu kuch-quvvat to'plashga mana shunaqa manzillarni sababchi qilding. Shu manzillarda kuch-quvvat yig'amanda, xudo xolisa. Bilaman, o'zingga oson, mehribonim Robbim. Albatta nasib qilishingga ishonaman deb so'rasang beradi. Отвечаю beradi, xudo xohlasa beradi. Xuddi shunaqa so'raganman men ham. Buni qarab, ham yo'llardan o'tib ketganda, mana motiv kerakmi? Yo'llardan o'tib ketganda gelikni ko'rib, "Ey Allohim, menga ham bergin. Meni ham qodir bandalaring safidan qilib qo'ygin, o'zingga oson." Lekin hamma sababini qilaman. O'tirib, quruq so'rab o'tirmayman. Nima sababini qo'limdan kelsa hammasini qilaman. Qo'limdan keladigan sababi bugungi kunda jismoniy rivojlanishmi? Albatta qilaman. Qo'limdan keladigan sababi aqliy rivojlanishmi? Albatta kitob o'qiyman. Keyin sekin-sekin yo'llarimni ochasan bilaman. Keyin yo'limni yengil qilib ber. O'zingdan so'rayman deb so'rab, go'zal qilib beradi, ishonaver. O'ziga juda oson. Faqat o'zidan o'zgasiga muhtoj bo'lmasdan, o'zidan so'rab beradi. Ramazonda ves yig'sam bo'ladimi? Bo'ladi. Bosib makaron, osh-posh bir nimalarni yeb tasang bo'ladi. No, Ramazonda mumkin emasdi. Ramazonda sal tiyillik, ves yig'ish uchun emas, oshqozonga dam berish uchun. Bechora joniga ham tegib ketdi, hazm qilaverib. Aka, semirishga ovsyanka yaxshimi? Bo'ladi, zo'r. Akram, nimadir so'ramoqchimisan mendan? Kreatin zararmi? Shunda aytib yuboring, iltimos debdi. Ukajonim. Zarar desam ham, foyda desam ham baribir ichmaysan, chunki olmagansan, ko'rmagansan, bormagansan ham do'konga. Do'konga borsang, do'konchi zo'r qilib tushuntirib beradi, ukajonim. Xo'p, mendan so'ramoqchi bo'lsang, meni fikrimni bilmoqchi bo'lsang, men вообще kreatinni priznovat qilmayman, ichmayman ham. Keragi yo'q. Arginin ichaman lekin. Aka, steroid olsam bo'ladimi debdi. Yo'q, maslahat bermay ukajonim, qo'y. Sihat salomat bo'lib yur, o'zingdan ko'payib yur ukajonim. Aka, bo'yim 1.90, 65, qanaqa ves olsam bo'ladi? Makaron bilan grechkani bosib yeymiz. Sen ketaver, ukam, bo'ldi, davay. Armressingga qiziqasizmi? Juda qiziqaman. Vazn olish uchun kashani foydasi bormi? Yo'q, afsanli kashani foydasi bor.
Otangiz bilan hech bir xil kiyim kiyganmisiz debdi Asadulloh. Zo'r savol berdi. Mana shu Asadulloh rahmat savolingiz uchun. Kiyganmizda bo'lgan. Azaka сначала вот это бицепс бедра есть, который напоследок, да. И потом икры качаем, и трицепс с веревкой вот так качаем, все, окей? С веревкой вот так. Да. Сейчас что, ноги вот так? Да. Не, который лежа. Да, и вот то, да? Да. Ноги. Да. После этого Икры. Если хочешь, вот это вот ножницами очамыз. да, можешь. Оттуда сюда, потом икры и потом вот это. Давно пора. Atlet yo'lda ko'rishamiz debdi. Конечно, ukam faqat to'xtab qolmagin. Gazini bos, ko'rishamiz. Gazini bos, mana bunaqasiga gazini bos, mana qara. Gazini mana shunaqasiga bos, mana qara. Bos onasini esa mana shunaqa chiqib ketsin anaqasi. Ham zo'r o'yinchoq ekan, katta bolalarning o'yinchog'imi bu bilmayman men. Mana buni qarang. Men bolaligimda bunaqa o'yinchoq tushimga ham kirmagan, men o'yinchoq zo'rligini qarang. Eshiklari ham ochilar ekan. Bunaqa o'yinchoq menimcha bolaligimda olib kelib berganda hushimdan ketib qolardim. Bu haqiqiy gellikka o'xshar ekan bu. Eshigi ham ochilar ekan bu. Signali ham bor ekan bu. Orqadan mana bunaqa parlari ham chiqar ekan buni qarang, mana shu. Gap yo'q. Deb o'zlari uchun rastyashka qilish imkoniyatiga ega. Tennis xonaga olib chiqaymi? Dam oladigan zonaga. Xo'p, mana balkonni ham xudo xolisa bitta zona qilmoqchimiz. Dam oladigan, hozir qulflangan ekan. Xo'p, tennis ishqibozlari bo'lsa bemalol tirs. Mana. O'tir, turma. Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qalaysan ukam? Xo'p, mana. Mana shu tennisning zonaga kirsanglar, men eng mazza qiladigan joyimdan bittasi tennisning zonaga kirib kardio qilish. Mana. Kelasiz. Shu yerda oilaviy joylashasiz. Marhamat. Tirs. Toshkentning manzarasida tennis o'ynaysiz. Mana. Yaxshimisan ukam? Xo'p, tog'ni ko'rib tennis o'ynashni tasavvur qildingizmi? Mana tog'. Mana shu yerda ko'rinadi. Mana, shu polniy tog'. Bemalol kelaverasiz. Mana. Maza qilib kardio. Xohlasangiz tog'ni ko'rgisi kelsa mana qarang. Одновременно tog', одновременно shahar. Mana, so'qqatsangiz yopilgan joy. Ну как вам такая атмосфера, deydi? Bemalol kimdir tennis o'ynasa, mana bu yerda zona отдыха o'tirib kutasiz. Lift, пожалуйста. Пожалуйста. Erinchoqlar uchun lift. Xo'sh. В принципе, hammasini ko'rsatdik-ku. Ha, yana bitta nyuans. Hozir. Tak. Bo'ldi, mana основной bizda og'iz ocharga kelganlar, og'iz ochishni oldin trenirovka qilsa, mana bitta og'iz ochib oladi mana. Yoki ertalabgacha zal ishlaydi-yu, bemalol shu yerda saharlik qilib ketadi. Mana. Bemalol sharbatini ichadi, narsalari isitib beradi. Anaqada mikrovolnovkada kofe ichadiganlar kofe ichadi. Tak, mana bitta kitob ham bor ekan mana. По-моему, Azizani kitob bo'lsa kerak bu. Kitob o'qis kelgan odam bemalol kelib dam oladi mana. Mana shu manzarada. В принципе, yomon emas-da. Xo'sh. Bugungi kunda mana shu 12 ta посещениямыз 500 ming, xuddi shu помещениеda 500 ming so'm. Yillik abonement 4 million 700 agar tugamagan bo'lsa, mana shu 1 yil VIP abonement 4 million 700. Hozir zalimizga yangi trenajyorlar keldi и undan tashqari kedroviy bochka bor, mana bu bo'yingacha kirib bochkaning ichida o'tirib isitadigan. O'shanaqani ham zakaz qilib qo'ydik и massajniy kreslolar zakaz qildik. Bemalol kelib zona отдыха qilib dam olaverasizlar. Mujikka nima kerak? Mujikka yaxshi pitak kerak. Mujik uchun ikkita pitak bor.
qotadigan pitak bor, rivojlanadigan pitak bor. Qotmadi romlarni pitagiga borsang bo'ldi, o'tirding, qolding. Ikkinchi pitaging mana shunaqa bo'lishi kerak. Trenajyorniy zalda gazini bosib ishlash kerak. To'g'rimi Akram? U yoshdan o'tganman, u maktabdan o'tganman, yaxshi bilaman. Pitak qidirib qolamiz, bilasizmi? 4 ta 5 ta bola o'tirib, nima qilamiz endi bitta qo'yamizmi endi desa yomon. Pitak qanaqa? Bunaqa manzilda o'tirib, nima qilamiz endi? Keyingi podxodni ko'taramiz, keyingi mashq qilamizsa bu yaxshi. Ikkala maktabdan ham o'tganman. Xatosini bilaman. Osmondan olib gapirmayman. Oynadan tashqarini ko'rsating. Marhamat. Marhamat. Marhamat, mana osmonning chiroyligini qarang. Mana. Qaysi yigitga yoqmaydi mana shunaqa qilib o'tirib, uzr endi oyog'im mana o'tirib Bashta o'zingizni orzularingiz bilan o'ylab, ha? Ishlarni plan qilib, ora-orada bitta toshni ko'tarib kelib, yana mana bunaqa yurib. Xo'sh. Havas qildim aka sizga. Xudo xohlasa yetasam, o'tasan ham xudo xohlasa ukam. Bunga ishonaman, chunki qalbingda havas bormi bo'ldi. Parkovkasi bormi? Bor. Hozirlar parkovkasiga ham tushaman. Shunda liftda tushib, polностью chiqib pastga barber shop ham qurishni boshladik. Odil ukam keldi, prorab barber shop ham qilmoqchiman. Barber soch soqolni zo'r qiladigan 5-6 ta stilist bolalar o'tiradi. Xullas, hamma narsani komplekt ichiga olib kiradigan zdaniya qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Oyog'im protez bilan trenirovka qilib bering debdi. Qanaqa trenirovka qilamiz? Qalbda umid tugamasligini nima qilish kerak? Qalbda umid hech qachon tugamaydi. Noumid faqat shayton bo'ladi, ukam. Best trener ham aka abonement. Best trener ham qilaveringlar. Agar qaysidir, mana qaranglar. Qaysidir trenerni video darsligini olib, meni zalimga kelib trenirovka qilma degan joy yo'q. Meni zalimga kelib, xohlasanglar ChatGPT dan so'rab trenirovka qilinglar. Xohlasanglar YouTube dan ko'rib qilinglar. Prosta meni zalimda uvering gapiraman. Trenajyorlar boshqacha formatda, boshqacha urovingda. Buni qilib yurgan bolalardan ham so'ranglar, qilgan professional bolalar ham chetga kelib qilib ketdi. Aka boshqa narsa ekan dedi. Agar jelaniya bo'lsa. Sizni o'zingiz o'rganmoqchiman desa, kelsa bemalol o'rganib gaplashamiz. Menda bir xillari offlaynga sharoiti bo'lmaydi-da, onlayn darsim bor, shu yerda o'zida qilib yuradi, tushunmaganini so'rab turadi. Assalomu alaykum, Qirg'izistondan salom debdi. Marali, assalomu alaykum. Omad tilayman. Xat aka. Tak, omadingizni bersin. Rahmat, katta rahmat. Aka-uka oqibatlaringizga ko'z tegmasin. Rahmat, Usmon. Sizlarga ham nasib qilsin. Bizdan-da oqibatli, bizdan-da mehrli bo'lib yuringlar. Bu juda barakasi zo'r. Qancha oqibat qilsanglar, shuncha Alloh baraka beradi, shuncha Xudo e'tibor qaratadi, inshaalloh. Tak, intizomni rivojlantirish uchun bir necha maslahat bering debdi. Orzularimizni hurmat qilamiz. Nafsimizni tiyamiz. Har safar bema'ni narsaga nafsimiz chorlaganda o'zingizga o'zingiz qaytaring. Meni orzularim nafsimdan baland turadi, meni niyatlarim nafsimdan baland turadi. Meni iymonim xohishlarimdan baland turadi. Turib o'zimizni qo'lga olamiz, ana o'sha intizom deyiladi. Intizomni o'zi boshlanishi ichkarida o'zimizga o'zimiz gapirishimiz. O'sha intizomni boshlanishi. Step'le yo'q, ha? Step yo'q. Evet. Ertaga 30 step olib beradi. Щедрый чел ты. Мам, Кедровичи kesem bo'ldi aka. Себе будет большой помощь. Kedrovich kelsa bo'lma, tashlab ketaman 50%. Step это. Step'am. Что это? Завтра men seni olib beraman. Штук 6 jiqlar. Yurak qisqargan. Kardiolog videosini qo'yamiz bugun. Как раз oluvdik shu bo'yicha. Da, 6 ta yetar. Yetadi aka. Onlayn dars haqida ma'lumot bering. Xo'p, onlayn darsim 2,5 yildan beri polni videolarim o'chirilmasdan yozilgan. Hozirgacha har haftada yangi mashq qo'yiladi. 50% skidkada bemalol burchakdagi adminlarimga chiqib yoziling. Trenirovka, pitание, nima ichishim, qanaqa qilishim hammasini gapirib o'tganman.
1 oy davomida men bilan kontakt bo'ladi. Nima savolingiz bo'lsa so'raladi. Xo'sh, maza qildik. Birga bo'lganinglardan mamnunman. Ishinglarga rivoj tilayman, omad tilayman. Baxtli bo'linglar.